Yaxshi niyat qilib, investitsiya qilib, nomerlagan mulk bo'lsin deb oldik. Mana shu ikkita nomer necha pulga olingan? To'g'ri topgan birinchi savol egasiga shunaqa bitta zo'r parfyum hadya qilamiz. Qiynagan savol, Range olsammikan haydashga yoki G63 mi? Lekin bizda yechim topildi. Obod Sobitov ikkalasini birdaniga oldi va masalani hal qilib qo'ya qoldi. Aka, xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling. Yaxshi nasib qilsin. Sizga atir hadya, bizga Range Rover. Katta rahmat sizlarga. Nasib bo'lsa, keyingi avtomobilingiz Rolls-Royce'ning eng zo'rlari bo'lsin. Oxir modellarni olishingizga sababchi bo'lib qolaylik. Sizlardan eng zo'rlarini xarid qilishda davom etamiz. Mijozlarimiz qizli bo'ldim va ikkita zo'r ulov berdi Robbim. Sizlarga ham nasib qilsin. Videoga bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Azamat do'stim Hadiya Motors Instagramiga alohida rahmat. Shu ikkita ulovga sababchi bo'ldi. O'zizani Alif Bazar Motorsdan kelib xarid qildik. Yaxshi niyat qilib, investitsiya qilib, nomerlagan mulk bo'lsin deb oldik. Mana shu ikkita nomer necha pulga olingan? To'g'ri topgan birinchi savol egasiga shunaqa bitta zo'r parfyum hadya qilamiz. Mashinadan xizmat bo'lsa ham eng ishonchli dilerlarga aytaverasizlar.